Assalomu alaykum, hurmatli Tabiiy shifo kanali muxlislari. Yosh o'tgan sari ko'zlar xiralashadi deymiz, yo'q. Juda ko'pchilik insonlar mana shunaqa xato fikr yuritish oqibatida o'zini ko'zini zirinasini pasaytirib, oxiri oqibat ochkiga o'tyapti. Men tajribamda shunaqa bo'ldiki, 65 ga kirgan ayol, judayam ochkida ham -5, -6 ochkida ham judayam yomon ko'radi. Shuni ko'zlarini qisib, hatto ko'zlarini atrofiga ham tirishlar tushib ketgan, qovog'i osilib ketgan shu bitta opaga Aronia Iluten degan bir ajoyib mahsulot berdim. Tarkibi chernikadan iborat. Mana juda ko'pchilik chernika ichib yuramiz, lekin foydasini bilmadim deyish mumkin. Bitta lyutein и chernikadan birga совместно ishlangan ajoyib tabiiy mahsulot bor. Shundan atigi 2 pachka ichgandan keyin hozir ochkisiz yozyapti. Ochkisiz o'qiyapti. Hayron qoldim. Opa, siz qanaqa qilib ko'ryapsiz? Oldin qarasam doim ochkim qayerda, ochkim qani deb qidirib yurardingiz. Sizga hayron qolyapman desam, 2 pachka o'sha Aronia Iluten ichganimdan keyin menda shunaqangi yaxshi rezultat bo'ldi. Hozir hammaga bu haqda aytib yuribman. O'zim ham maza qilyapman, chunki постоянно men ochkiga bog'lanib qolgan edim. Mana endi ochkilarim qayda qolib ketyapti, ishim yo'q. Ko'ryapman, yozyapman, mayda harfli kitoblarni ham o'qiyapman. Rahmat sizga deganda men ham juda ham xursand bo'lib ketdim. Agar sizdagi mana shu ko'zingizdagi muammo qiynayotgan bo'lsa, doimiy ravishda ochki qidirib, ochkini taqaman deb o'qimoqchi bo'lgan yoki ko'rmoqchi bo'lgan narsangizga shu ko'zoynak orqali qarayotgan bo'lsangiz, endi siz bundan qutulasiz. Demak, ko'zoynaksiz yorqin ko'rishga ega bo'lasiz. Albatta azizlar, sizga shu mahsulot qiziqtirgan bo'lsa, bemalol buyurtma berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab buyurtmalarni yetkazish bepul. Video so'ngida telefon nomerlar bor, konsultatsiya bepul, mutaxassislar konsultatsiyasi. Kanalimizdagi ma'lumotlar sizga yoqayotgan bo'lsa, albatta podpisatsiyani bosib qo'ying. Chunki doimiy ravishda yangi videolarimiz birinchi bo'lib xonadoningizga mehmon bo'ladi. Like tugmasini ham bosishni unutmang. Omon bo'linglar azizlar.